Ko'ryapmanki seni nafrat harakatlantiradi, har bir qadaming g'azab bilan to'la. Lekin senga boshqa turdagi sabab kerakda. Aks holda buni uddalay olmaysan. Bilaman qasd olishga jon qo'qsam begi sen qonazayapsan. Lekin agar faqat ko'rasang sen muhabbat uchun, muhabbat uchun kimni sevishingni o'ylab ko'r va ularni himoya qil. Muhabbat uchun qurolsiz jang qilolasan agar faqat muhabbat uchun bo'lsang. O'zingni yo'qotish qo'rquv bilan to'ldi. Seni yashash sababing bo'lgan inson. Yuragingni jamlasang boshqa kurashishdan tanloving yo'q. Bilaman sen qasos olishga jon qo'qsam vegi sen qo'llanayapsan. Lekin faqat agar kurasang sen muhabbat uchun, muhabbat uchun kimni sevishingni o'ylab ko'r va ularni himoya qil. Muhabbat uchun qurolsiz jang qilasan og'ir bo'lganda vaziyat sen balandga ko'tarilishi mumkin. Muhabbat uchun bo'lsa